Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu İsa Hoca degan rissalçık haqidagi darsimiz endi davom qilyotidi. Kep to'xtab qolganining o'zidan davomlashtirishga tirishimiz inshaalloh. O'qishdagiki qala al-mufradu imma kulliyun ilah. Yana uning oxirgi shikaliqda va imma juz'iyun demakda oxiri. أقول المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي لأنه إما أن يكون نفس تصور مفهومه من حيث إنه متصور مانعا عن وقوع الشركة فيه، أي من اشتراك بين كثيرين، فهو الجزئي كزيد على من، فإنه إذا تصور امتنع فإنه إذا تصور امتنع العقل. امتنع ما هو ألف همزة وصل بابدم هنا وصل. إذا تصور امتنع وسق نايت مستحب مستحسن يحسن الله ده. إذا تصور امتنع وصل ميل ياكي ولا بقصة ميل. إذا تصور امتنع العقل عن صدقه على كثيرين، وإن لم يمنع نفس تصور مفهومه من اشتراك بين كثيرين فهو الكلي كالإنسان، فإن مفهومه عند العقل لم يمنع عن صدقه على كثيرين، وإنما قيد الكلية والجزئية بنفس التصور، لأن من الكليات ما يمنع الاشتراك بين الأمور المتعددة. حينئذ بالنظر إلى الخارج جزئي، وبالنظر إلى الذهن كلي، فإن الدليل الخارجي قطع إرق الشركة عنه، لكنه عند العقل لم يمنع عن صدقه على كثيرين، وإلا لم يفتقر إلى دليل إثبات الوحدانية. Bu İsa Koçlar dedi. Mufret ya külli oludu veya cüz'i oludu. İlah diyerekimiz. Ahırın ba cüz'i demek. Mufret ya küllidir veya ki cüz'idir. Ekul deyimmen deydi şarih. Mufret taksim tapdı mufret. İki kısımga. Cüz'i oludu. Mana itibarla aytganda. Mana itibarlan yuqorqi lafz itibarlan, ammo u ma'na itibarlan bu mufratjo ikki qism bo'ladi. Kulli bo'ladi va juz'iy bo'ladi. Kulli degan nima desa, uni taqsimda bir şey. Al-mufrad yanqasim ila kullin va juz'iyyin. Mufrad taqsimda bu kulliga va juz'iga. Chunki bu ikkida mushung'il munhasir bo'lib qolish sabab لأنه إما أن يكون نفس تصور مفهومه من حيث إنه متصور مانعا عن وقوع الشركة فيه، أي من اشتراك بين كثيرين، فهو الجزئي كزيد على من. Küllik taqsimda budu ve cüz'iga. Çünkü ya şunu ki boğan bola. O mufretinin özünü tasavvur kılışının nefsila ay mufretinin özünla ma vaqi nefsil emirga harijga nazar kılmasın mefhumunu özül tasavvur kılışının özü min haysu innehu mutasavvar o tasavvur kılıngan cihette aşının özünlük ilam aş labzının ki ay labz mufrettin ki manısının özünü oylapıqta onun ilki harijga nazar kılmasın min haysu innehu mutasavvar. Aşı oylagan muddetde, aşını tasarrukan muddetlamla muşna boğan bolsa
nim boludu? O kulli ve cüzi. Çünkü o mufret degan gap ya shuniki bo'lgan bo'ladi mufratning mafhumini tasavvur qilishning o'zila u mufrat tasavvur qilinganlik jihatdan nim bo'ladi mani qiluvchi bo'ladi to'squvchi bo'ladi u mufratchi o'rtaqlikniki yuz berishidan ya'ni o'rtaqlikdan chekilgan bo'ladi ko'p narsaning orasida o'rtaq bo'lishdan chekilgan bo'ladi kullining aksicha ammo kulliy ko'p narsaning orasida bu o'rtaqlikdan cheklanmaydi u masalan zaydga o'xshash bu zayd bir alam bo'lgan holatda muayyan bir odamga ism bo'lgan bo'lsa buniki o'rtoqlar ora ko'p narsaning orasi bu zaydning o'zida shirik o'rtoqlikni yuz berishini cheklaydi bu jihatdan biz buni nima deymiz buni mufrat deymiz deydi demak juz'iy deymiz deydi mufratga men ikki taqsim bo'ladi ya kulliy bo'ladi ya juz'iy bo'ladi ma'no e'tibori bilan xo'sh فإنه إذا تصور امتنع العقل عن صدقه على كثيرين o o nima o cüz'i qachon tasavvur qilinsa o cüz'ini zayd degan shu alam bo'lgan holatga zaydaxunning o'zini tasavvur qilinsa cheklaydi aql o zaydning ko'p odamlarga solih kelishidan cheklaydi Oy Zeyd deb adam chaqirsa hargiz oyatni Iso, Musa, Ali, vali bo'lib voy deb yugurib kelmaydi. U faqatligina shu Zaydaxonga maxsus. Shuning o'zini o'ylasak Zeyd degan gapni o'zini shundoq o'zimizniki shu mafhumimizda o'ylasak qanday bo'ladi deganda u aql u Zeydninki ko'p narsaga sodiq qilishdan cheklaydi. Uni o'zini juz'iy deymiz deydi. وإن لم يمنع نفس تصور مفهومي من اشتراك بين كثيرين فهو الكلي. Ve eğer çekilmeyen bolsa hem de o labzının mefhumunu oylaşının özü köp narsalar ara bir ortaklıktan çekilmepti. Çekilmeyen bolsa o kullidir. İnsan okşaş deydi. Çoğun bu insanın manisi mefhumu oylagan çağda lem yemna. Evet harfle çıpkağında kıldı beş kuş harfle. Çekilmeydi de o insanın sadık kilişiden köp nesli sadık kilişinin çekilmeydi. İnsan sakmayı dünyada hazır mevcut olatkan 8 milyar 400 milyon insanların hemsige ularning tilining o'xshashmasligi, rangining o'xshashmasligi, aqida ko'z qarashining o'xshashmasligi, qanday bo'lsa bo'lsin, jo'grafiylik o'rni o'xshashmasligi bilan hammani o'z qo'yniga oladi bu. Ko'p narsaga sodiq qilib inson degan. Anbiyada va innama qayyadal kulliyya val juz'iyya bi nafsi tasavvuri. Anbiya musannif bu kulliy olsun, juz'iy olsun bunu qayd qildi. Nima bilan qayd qildi? Nafsi tasavvur deb. Tasavvur degan gapning o'zilan binafsi tasavvur degan tasavvur degan gapning o'zilan bu kulli juz'iyni qayd qildi nima deb imma an yakuna nafsu tasavvuri mafhumihi deb va nima kelgandimi kullidimi va illam yamna nafsu tasavvuri mafhumihi deb bu kulli va juz'iyni o'zi tasavvur degan kalimaning o'zilan qayd qildi chunki nima uchun لأن من الكليات ما يمنع الاشتراك بين الأمور المتعددة حينئذ بالنظر إلى الخارج جزئي وبالنظر إلى الذهن كلي فإن الدليل الخارجي قطع إرق الشركة عنه لكنه عند العقل لم يمنع عن صدقه على كثيرين وإلا لم يفتقر
ila dalili isbatil vahdaniyeti. Nima uchun bu kulli va juz'iyni at-tasavvur degan kelimaning naq o'zidan qayd qildi. Har ikki ism ta'rifida deganda. Chunki ba'zi kulliyatim bor. Ya'ni kulliyat. Chunki kulliyat kullinin qatoridandir. Bir kulli vaki to'sidi bu kulli o'rtaq bo'lishni to'sidi ko'p narsalar aro o'rtaq bo'lishni to'sidigan kulli va. Asli kulli o'zining kulli degan mafhum bilan shu kullining o'zi tasavvur qiluvchilan o o'rtaqlar aro o'rtaq bo'lishdan ko'p narsalar aro o'rtaqlikdan to'smaslik kerakdi. Lekin ba'zi kullilarda u to'sib qo'ydi. Ko'p narsalar aro o'rtaqlikni to'sib qo'ydi. Buni o'zim kulli deyildi deydi masalan. Shu vaqtda masalan qandoq xorijga nazar qilishlar. Xorijga nazar qilishlar. U nima juz'iy. Xorij qarab baqsaq, bu nima juz'iy. Shuni va bin nazari ila zihni kulliyun. Zihniga nazar qilishlar kullidir deydi. Masalan Bari Taala dedi. Allah subhanahu taala. Vacibel vücut deyli. Vacibel vücut. Bu zihnida vacibel vücut desek bu kelimenin özü sırtqi alemge çıkmagan da özümüzün mefkurumuzun özü de kallemizin özü de vacibel vücut degan gapimizni shu o'zi muhimizin aqlimizin ichida o'ylasak ma sırt chiqmaylamla. U qanday qiladi? U butun zodi vacibel vücut vücut zodi mavjud bo'lish vacib bo'lgan narsa bumudu. Vacibel vücut balkim bu chiqib ketishi mumkin. Kallimizin ishidilamla. Qanday bir narsa vacib bo'lishi, uning mavjud bo'lishi vacib bo'lgan narsa. Qat'iy uning bor bo'lishi o qat'iy lozim. Bo'lmaydigan narsa. Vacib bo'lmasa bo'lmaydi. Onun bo'lishi lozim degan bir mafhum bo'ldamdi bu vacibul vücut. Bu muştuğumuzu bizim zihnimizga kelganicha, zihnimizga kelganda bu qanday qiladi? Bu bir kulliy bo'lib qoldi bu. Bu bir kulliya. Bu endi shundaqligilam xorij nazar qildik. Shundaq xorij nazar qilib baqsaq tashqi reallikqa, vaqi nafsil amrga, ya'ni tashqi dunyoga mush vacibel vücut, haq vacibel vücut Taala'nınki mush kainat alemde yaratıvatkan türlü asman cisimleri, planetler deyli adamның aqlini malal qilib tashib va onundan başqa deniz qatlamining denizning ichiligini az kerakli va butun qurg'oqdagi deyli har xil adamның aqliga hech kim baxmagan, onu bilib bog'lanmaydigan darajada, onun son sifirlerini ep bog'lanmaydigan darajada turli Allah subhanahu taola'nın qudret kamalini ko'rsatib turgan mushu dalail afaqiya qarab baqibdiq. Dalail afaqiya atrofi olam arzdagi Allah subhanahu taola'nın birlik va barliq va en kudretlik zat ekanligini uqtirib berdigan dalail afaqiya atrofi olam arzdagi atrof olam arzdagi delillah va dalail anfusiyaga qarab baqibdiq. O'zimizningki nefsimizga. Bunun uzun delil. İnsanlarınki mesela organizm kuruluşları, adamның tashqi a'zolari, ishki a'zolar, adamның mesela so'ngak qurilmalari, adam bedenda 306 mu so'ngak var da, shuni birikkan bir odam. Bu nima? Bu dalail anfusiya. Bunun qarabdiq. Masalan, en kısmış adamның vücuduga Allah subhanahu taola'nın birlik ve barlığı ve ne kadar kudretlik zat ekanligini ko'rsatgan en aqalli bir misal deyli adamның kirpigi. Kirpik qarab baqsa bu bir tük.
Bu tük ças sakal bırtının tükünün şu. Başının tükü, bırtının tükü, sakalının tüküyle okşaş tük. O başka tükler okşaş adam bedenindeki. Başka tükler üst durdu. Çaşının hemimiz üst durdu. Mesela bir sakalım üst durdu. Hep onunkini satırışkanı barımız ya özümüz onu doğrulap iş kılımız. Allah subhanahu teala'nın rahmet ilahiyle ve kirpik şu tuğulgandan itibaren ölgen kadar 50, 60, 70, 80 yıl hatta bazı 100 yıl yaşap kesin bu kirpik bir xil turganlığı. Nemi dep ma çaş ösüdü, başka çaş ösüdü, burt sakal bu çaş ösüdü, bu kirpik ösmeydi. Bir xil turdu. Eğer muşu çaşның, kirpikning üzümü, muşu baş sakal çaşның burtun tüklürdek üst bir karşı olsa muşuma kirpik nurgun müşakkat oladı da bu ma. Doktorxanaga berip neçe adam nurgun pullarını haşlap kirpigini kestiriş üçün mesela. En akalli bir misal deyli. Bu dalail enfusiye demiş. İnsanlar öz nefsige qarash orqali Alloh subhanahu taoloninki sura vas-samai vat-tariq degan oyat karimninki o'ziga nima degan falyanzurul insanu mimma xuliq xuliqa mimma dafiq yakhruju min bayni sulbi vat-taraib innahu ala raj'ihi laqadir degan oyat karimning ro'y banan insonlar o'zining nimdan yaratılganlik qarab baqsin. Qarab baqsaq anayt bir kichikgina arzimas bir spermadan bo'lganligi aniq. Ашнаңдан yaratılgan muşu gövde, muş vücut. En kısa misal kirpikning misali mesela. Muşu qandaq qilib bu o'sidi, bu qaldi chashlar, bu o'smaydi. Bu aşı Allah subhanahu wa taolo urlashtirib qo'ygan buncha ta o'lgan qadar necha hayat masofini shu shaklda, shu intizom bo'yicha mangdi. Üsüp ketmaydi. En kıskına bir misal. Men muşun o'xshash delillarga nazar qilishlar delal xariciga bin nadari ilal xarici deydi. Xarici delilga nazar qilishlar ujuzi. Ha, zadi başka o kuşluk, bu kuş, bu, o, hemmisi qarpaqız hiç qasın qo'ldan kelmaydi ekan bu. Faqat maş vacibal vücut olan muşsuz Allah subhanahu wa taala muşsuz zatlı qila oladi ekan uni. Boshqalarning qo'ldan hiç kelmaydi ekan. Baş asman zamandan qat ko'tarib turishi. Yetti asman deydi. Bütünmüş planetlarının aşı öz okuda retlik birbirine sokuşup ketmey aylanışı. Bütün yer şarının muşundak retlik. Muşu yer tuprak ziminin insanın hayatıga yaşamına ait kolaylık. Kattık taşdek, tümürdek kattık emez toz tuprakla. Sudek kirpoğuş, mosul kirpidiğin emez. İnsanın ait yıkımlık. Muşun faydalanılaydıgan muş derece zimininki yer şarımında yaratılışı. Demek muşu harici animiga bin nadari ilal harici cüz'iyyun. Bu da haric dalail hariciga. Şundak kallimizden ama mefkurumuzdan şundak sırt çıkışlan o cüz'i deydi. Nime? Şu kulli olan nasa. Kulliyattin bir kulli var ki 100 kulli olmasa. Nim kılıdı o? Tosudu deydi. O okul şirketin tosudu. Ortaklıktın tosudu. Beynel umurul mutaddidetti. Köp nesle ara ortak bu kılışın tosudu deydi. Bunda kullilim bağ deydi. Bari Teala okşaş. Vacibul vücut okşaş yani. Vacibul vücut Teala okşaş. Bu kulli emma bu elgini kılışlanço harici nazar kılışlan cüzi. Ma dalail apakiye, dalail enfusiye ile degendek Allah subhanahu teala'nın bu yer şarda yaratıp koyatkan üzün kudret kamalını uqturgan bu delillah nazar kılışlan cüzi. Çünkü bu tosudu bu. Ya başka sos bulmaydı zaten. Birle Allah subhanahu teala mevcut, başkası buluş katli muhal. Bulmaydı o degen kuşu tosudu. Ve bin nazarı ile zihni kulliyun. Em zihni nazar kılışlan bu kulli. Vacibul vücut degan gapni o'zi zehnimizning o'zida, mafkurumizda balkim nechini o'ylab o'tishimiz mumkin. Tashqi va dunyoga, reallikqa nazar qilishdan burun kallimizda o'ylab baqsaq, balkim necha tasavvur qilinish mumkin. Bu zehnida
Zehni nazar kılışan kulli, haricı nazar kılışan cüz'i bu şirketten tosudu deydi harici nazar kılışan. فإن الدليل الخارجية قطع إرق الشركة عنه. Çokum anankin delil harici ki muş şu kainat dünyası ve bununki işki şu nime işki taşki nimeler mevcudatla ba yok hemmisi barlık mahlukatla bu delil hariciyen bu. Bu bitçit kılıvadı. Kis taşvazda nimene o küllidin yani iştirakni tosuduğun kulliyeden üzgeriç kulli olmasımı şerikninki tumurninki kis taşvazda. Onu ortaklık degan gap faqat mavjud bo'lmaydi. Qachon shundoq o'zimizni mafkuridan shundoqlik bilan tashqi olamga nazar qilsak. Uningda faqat shu o'rtoqlikning tomirini kis bichit qilyaptiki, o'rtoqlik gap aslo qolmaydi. Lekin u o'rtoqlik mavjud qiladi qachon? Lakin indal aqli lam yamna an sidqihi ala kasirin. Lekin ash kulliya aqlda o'zimizning mafkurimizda fikrimizde tosmayda u nimeninki u kulliyaninki ko'p narsaga uyg'un kelishdan sodiq kelishdan aqlda tosmaydi. Ammo xorijiy nazar qilishdan juz'iy tosidi. Aqlga, zehniga nazar qilishdan chu kulli u tosmaydi. Va illa lam yaftaqir ila dalil isbatil vahdaniyati. Eğer bu zade aqlan ko'p narsaga sodiq kelishdan bu vojibal vujud degan kelimaning o'zi aqlan faqat aql bilan ma sirtqi dalail afaqiya va dalail anfusiyya atrofi olam orasida dalillar va insonninki organizm ishki tashqi qurilma a'zolari masalan buni nazar qilishdan burun aqlimizning o'zlamla tashqi dunyoga boqmasdan bu vaqtda nim bo'lganda bu kulli bo'lgan aqlning o'zlamla tosmaydi bu kulli uning uchun ko'p narsaga sodiq qilishni tosmaydi. Agar to'sib qolib qolsa aqlimiz uni to'sibdi tashqi xorijga nazar qilishdan albatta to'satdi. Agar aqlimizning o'zimi va illa degani aqlimizning o'zidimi to'sizga ashi olsa kasiringa sodiq kelishdan to'smaydi. Agar to'sizga ashib qolib qolsa ko'p narsaga bu kullining sodiq kelishdan aqlan to'smaydi dedik. Agar to'sadigan ishib qolib qolsa va illa degani u vaqt muhtoj bo'lmaydiqda. Va illa lam yuftaqar muhtoj bulunmaydi. Vahdaniyatni isbotlashning daliliga muhtoj bo'lmaydi. Dunyoda kafir, mulhid, shuyuiy degan gap qolmaydi vaqtda. Hamma odam zodi aqlli qilamla, aqlning o'zima mush tasavvur qilishning o'zi o'qu shirkatdan mani qiladigan shu bo'lsa, o'rtoqlikdan to'silgan shu bo'lsa, yo'q turibdi zodi bu birdan ko'p bo'lmaydi. Mutlaq zodi vojibul vujud bu bir degani aqlda xarijgo min baba ulan nazarni tosudana tosmusa biz imandan chiqimiz olayaz billah. Xarij shundoq tosudu. Aqlda tosmaydi dedik. Aqlda tosuga shu bo'lsa biz bu Alloh subhanahu va taolaning birlik va barlig'i vahdaniyatni Allohning birligini isbotlashga dalilga muhtoj bo'lunmaydi. Shu uchun dalilga muhtoj bo'lib nurg'un mulhid, mushrik, shuyuiy va undan boshqa har xil aqimliklar bilan bas munozir qilib bu nurg'un Alloh subhanahu va taolaning birlik va barlig'ini isbotlash uchun nurg'un dalil paket hujjatni oldiga qo'ygan gapda oldiga qo'yamiz. Şunun bilan agar u paketga davliy hujjatga hurmat qilsa muqaddas islom sipiga kirgan bo'lgan bo'ladi. Maşallah o musulmon bo'lgan bo'ladi. Agar undaq bo'lmaydi, o'zining shu kufri kommunist yoki shuyuiy yoki islom dinidan g'ayrisat qilib qolgan bo'ladi. Shu vajdan biz vahdaniyatni Alloh subhanahu va taolaning birlik va birligini isbotlashning dalilga muhtoj bo'lib qolamiz deydi. Nima uchun deganda uning shu
mush vacibel vücut degan mushu kullininki zehnen kullininki ko'p narsaga sodiq kelishdan to'smagan bo'lg'achqa aqlni to'smagan bo'lg'achqa agar aqlni to'saydi u dalilni isbotlashga nima hojati bor hamma odam musulmon bo'lib u dunyoda hech qanday kommunist shuyuiy u bu imiz qolmaydi da bu hamma odam mo'min va muvahhid bo'lib ketdi u chog'da shu vajidan bu yerda qanday qilindi deganda buni shu qanday qilindi deganda bu yerda ba'zi kulliy borki masalan xorijga nazar qilishlar juziy zehni nazar qilishlar kulliy mandaq kulliymi bor shu vajidan bu yerda tasavvur degan qayd qilindi deydi kulliy va juziyning har ikkilisigacha tasavvur degan kelimaning o'zlan har ikkil ta'rifatda qayd qilindi deydi ba'zi kulliy mushnaq bo'lib qolg'achqa xorijga nazar qilishlar juziy zehniga nazar qilishlar kulliy bo'lib qolg'achqa xo'sh bugungi darsimiz biroz vazni va ig'irroq dars bo'lg'achqa bugun darsimiz shundan poylimiz darsimizning davomi alloh xohlasa oldimizga gap bo'ladi bugun shularni bo'ldi qilamiz va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin